Assalomu alaykum. Assalom. Ketsa ketarsan. O'zi ketar yor, o'zi kelar yor. O'zing kelasan hali. Babaga chaqir. Yana nimani boshlading? Vaqt ketdi kelining. Onamga gap qaytaribdi. Onamni menga yomonlayapti. O'shanga qayda bording? Adasi, siz aralashmang. Tushundingizmi? Meni yomonlagan kelinni hech qachon xonadonimda yashatmayman. Tushunarlimi? Erkak. Bitta onangdan ayolingni himoya qilarmadingmi? Bilasanmi meni boshimga qanday kunlar solgan bu onang? Men ajrashib ketmadim-ku, meni onamni qancha yomonlagan bu. Erkak kishi ona bilan xotinda bitta pallada ushlash kerak. Bu onangga qo'yib bersa, butun dunyoga o'tib qo'yadi. Aka-ukalarim bilan, singillarim bilan o'stirgan mana shu onang bo'ladi. Sen hech qanaqa xotiningda ayb yo'q. Hammaga mana shu xotin onangda. Meni jigarlarimni, oilamni, onamni behurmat qilganingga senga qaytar dunyo. Sholimga xotiningni olib kelamiz. Xo'p, ada. Adasi, bu nima qilganingiz? O'chir ovozingni.